Assalomu alaykum aka parvozlar. Mana bu yoqqa xudo xolasa qishga zatovka xo'rozlarni tayyorlash kerak, emlash kerak bir qator polni. Mana qurtga dori birinchi o'rinda beriladi. Keyin undan keyin chumaga vaksina qilinadi. Oradan 3-4 kun o'tkazgandan keyin mana telyazin 50. Kuniga 1 gramdan 3 kun. Kuniga 1 gramdan 3 kun. Undan keyin 3 kun o'tkazdirib Netox 200 dan kuniga 1 gramdan bu ham 3 kun. Mana shunday holatda ukol qilinadi. Buni Komplipen Ashir Rossiyadan zakaz qildim. Mana 2 pochka olib keltirdim. O'zimga zatovka qilib qo'ydim. Mana xo'roz ko'p. Endi mana shu kunlarda olib bo'lgandan keyin mana shu telyazin bilan Netox'ni olib bo'lgandan keyin mash Komplipendan har bitta xo'rozga bittadan urib chiqaman. Keyin mana spirt Minivazin, Perix Vodoroda, Rex bitka, Liamkol, Sentamicin mas, insulin, shprislar, bint, najdak, hamma narsani qoldirgan yaxshi. Shunday aptechka paxta bormi? Mana yeb urishganda endi o'zimiz oddiy yeb tikib qo'yilaveradi. Mana shunday aptechka qo'yinglar akalar, har xil holat.